Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich amerikalik Polinadan yaxshi savol kelib tushdi. Sizning vazlaringizni birini eshitib, o'zimga savol berdim. Qanday qilib shunday qurishim mumkin? Robbim mendan rozi bo'lsin. Oltin, kumush va qimmatbaho toshlardan qanday qilib qurish mumkin? Qurishda foydalangan materiallarni aniqlash uchun nima qilishim kerak? Ha, bu haqiqatdan ham yaxshi savol va u birinchi Korinfliklarga 3-bobida yozilgan narsa bilan bog'liq. Havoriy Pavlus u yerda jamoat haqida gapiradi. Korinfdagi vaziyat shunday edi. U yerda 18 oy davomida bo'lgan, u yerga kelgach Injilni vaz qiladi. Natijada jamoat paydo bo'ladi. U ularga ilk ta'limotlarini berib va ularni rivojlanishini belgilab bergan. U Injilni vaz qilgan. U shunday vaz qilganki, uni vazlarida Masih namoyon bo'lgan. Keyin u Korinfdan ketgan va u yerga boshqa odamlar kelgan. Ular jamoat amaliyotiga yunoncha falsafiy qarashlar elementlarini olib kirishgan. Korinf Afinaga yaqin joylashgan va u ham falsafa markazidan biri bo'lgan. Afina falsafa markazi bo'lsa, Korinfda ham falsafaga qiziqish kuchli bo'lgan. Ammo u yerda falsafa, biznes va sport bilan aralashib ketgan. U yerda Olimpiya o'yinlariga o'xshash sport musobaqalari o'tkazilar edi. Juda ko'p diniy va mistik qarashlar ham bor edi. Natijada ba'zi odamlar Injil ta'limotini shu qadriyatlariga moslantirishga urinishgan. Natijada nasroniy terminologiya va hayot tarzi saqlangan, ammo kuch yo'qolgan. Pavlus 2-Timotiyga yozgan xatini eslasak, ularni xudojo'y qilib ko'rsatdilar, ammo haqiqiy iymondan yuz o'girdilar. Shuning uchun Pavlus 1-Korinfliklar maktubidagi Injil mohiyatini chuqur tushuntirish bilan boshlaydi. Yahudiylar mo'jizalar talab qilardi, Yunonlar esa xizmat izlaydi. Biz esa Masihning xochdan mixlanganini vaz qilamiz. Chunki xoch so'zi halok bo'layotganlar uchun ahmoqlik, ammo qutqarilayotganlar uchun Xudoning kuchi. Demak, buni ma'nosi nima? Muammo nimada paydo bo'lgan? Korinf jamoatidagi imonlilar jamoat hayotini, qalblarini va o'zlarining butun hayotlarini Masih asosida qurishni boshlagan edilar. Ammo keyin ular inson qadriyatlariga, falsafaga va mistitsizmga o'tib ketishdi. Bugungi kunda biz buni psixologiyalashtirish deb aytishimiz mumkin. Natijada ularda ko'p muammolar yuzaga keldi. Guruhlarga bo'linish, moliyaviy nizolar, jinsiy tarbiya bilan bog'liq muammolar, boylar va kambag'allar orasidagi ziddiyatlar, bularning barchasi 1-Korinfliklarga ko'rsatilgan. Shu sababli Pavlus ularga murojaat qilib savol beradi. Nima uchun o'zingizni bunday tutyapsizlar? 3-bob 3-oyatda shunday deydilar. Chunki siz hali ham bashariy tabiat ta'siridasizlar. Ya'ni ular hali ham inson qadriyatlarini asosida hayot ko'rmoqda. Masih bilan uchrashganiga qaramay, dunyo qadriyatlari bilan yashash davom etmoqda. Shu sababli ular hali ham hasad, nizo va ziddiyatlarni boshdan kechirmoqda. Shuningdek, Pavlus 3-bob 11-oyatida shunday deyilgan. Hech kim qo'yilgan poydevordan boshqa poydevor qo'ya olmaydi. Bu poydevor esa Iso Masihdir. Lekin bu poydevor ustiga nimadir qurish mumkinmi? Oltin, kumush va qimmatbaho toshlardan yoki yonib ketadigan materiallardan, yog'och, xashak va poxoldan. Masalan, sen insonlarga kechirimli bo'lishni o'rgatishing mumkin. Psixologik yo'l bilan yoki ruhiy yo'l bilan, psixologik yo'l bilan odamni uyaltirib, uni kechirim berishga majbur qilish mumkin. Butun jamiyatda odamlar shunday yo'l tutishadi. Bu masihiy jamiyat bo'lish shart emas. Biroq biz Iso Masih qilayotgan ishlar haqida gapirsak, agar kechirim bera olmayotgan insonni olsak, u Isoga burkangandan keyin uning kechirimiga to'ladi.
Iso xochda osilib turganida uni xochga mixlagan odamlar qarab, ota ularni kechir, chunki ular nima qilayotganini bilmaydilar deydi. Ya'ni men Masih uchun va Masihni kuchi bilan kechirim beraman. Mana shu oltindan qurish degandir. Masih asosida qurilgan narsa turadi. Lekin har qanday insoniy asoslardan yoki kuchli g'oyalarda qurilgan narsa albatta yo'q bo'ladi. Shuning uchun Butrus shunday degan: barcha tana go'yoki o't, barcha inson shuhrati esa go'yoki o'tadi gul. O't quriydi, gul esa to'kildi. Inson qanday kuchli va hikmatli bo'lmasin, u ketish bilan uning g'oyalari ham yo'q bo'ladi. Ammo Xudo kalomi abadiy turadi. Shunday ekan, oltin, kumush va qimmatbaho toshlardan qurish bu Iso Masihning Injil asosida, Xudo kalomiga bo'ysunish asosida qurishdir va bu narsa abadiy turadi. Shu sababli har bir harakatdan oldin o'ylab o'zingizga savol bering. Men buni Masihga bo'ysungan holda qilyapmanmi yoki buni boshqa bir sababi bormi? Agar Masihga bo'ysunib qilsangiz, bu barqaror bo'ladi. Rahmat Aleksey Alekseyevich. Aziz do'stlar, biz bilan qoling. Oldinda sizlarni hali ko'p qiziqarli narsalar kutmoqda. Bugunga shu edi. Xudo sizni asrasin.